Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Assalomu alaykum. AQSh va Eron kelishuviga ancha yaqinlashdi. Tramp videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Washington va Tehron urushni to'xtatish bo'yicha kelishuvga ancha yaqinlashib qoldi. Bu haqda AQSh prezidenti Donald Tramp KBC telekanaliga bergan intervyusida so'z ochdi. AQSh va Eron muzokarachilari ikki mamlakat o'rtasidagi urushga chek qo'yadigan bitimni yakunlashga ancha yaqin turibdi, deb shartnoma tafsilotlarini oshkor qilishdan bosh tortdi. Biroq kun sayin hamma narsa yaqinlashib borayotganini aytdi, deyiladi xabarda. Oq uy rahbari shuningdek yakuniy kelishuv Eronga yadroviy qurolga ega bo'lishga yo'l qo'ymasligini, aks holda u bu haqda hatto gaplashib ham o'tirmasligini qayd etgan. Uning so'zlariga ko'ra, natijada boyitilgan uran masalasi qoniqarli tarzda hal etiladi. Tramp Axiosga bergan intervyusida yaxshi kelishuvga erishish yoki Eronni vayron qilish imkoniyatlari 50-50 ekanligini aytgan. Financial Times nashrining yozishicha, Washington va Tehron o'rtasida otash kesimni 60 kunga uzaytirish to'g'risidagi bitimni imzolashga yaqin turibdi. Manbalarning so'zlariga ko'ra, ushbu bitim Hormuz bo'g'ozi faoliyatini bosqichma-bosqich tiklash va Eronning yuqori darajada boyitilgan uran zaxiralarini AQShga topshirishni muhokama qilish haqidagi kelishuvni o'z ichiga oladi. Amerikaliklar esa kelishuv doirasida Eron portlar blokadasini yumshatishlari, sanksiyalarni yengillashtirishga hamda Eron Islomiy Respublikasining xorijda saqlanayotgan aktivlarini bosqichma-bosqich muzlatishdan chiqarishga rozi bo'lishlari mumkin. VCG ma'lumotlariga ko'ra, Tramp Eronga muzokaralarni davom ettirishni taklif qilgan. Avvalroq u tinchlik takliflarini rad etib kelayotgan edi. Shu bilan birga tomonlar o'rtasida otash kesim rejimi davom etayotganini alohida qayd etgan. Xabarlarga ko'ra, tomonlar Hormuz bo'g'ozida vaqti bilan bir-birlariga zarba bermoqda. AQSh armiyasi markaziy qo'mondonligi ushbu zarbalar amerikaliklar harbiylarga qilingan hujumlar uchun mas'ul bo'lganlariga qarshi qaratilganligini iddao qilmoqda. AQSh prezidenti Donald Tramp Eronni AQSh bayrog'i ranglarida tasvirladi. Bunday xaritani u o'zining ijtimoiy tarmog'ida e'lon qildi. Donald Tramp rasmga Yaqin Sharqdagi Qo'shma Shtatlari degan izoh qoldirgan. Avvalroq KBC News telekanali AQSh ma'muriyati Eronga qarshi yangi harbiy zarbalar ssenariylarini ko'rib chiqayotgani haqida xabar bergan. Telekanal manbalariga ko'ra, bu borada yakuniy qaror hali qabul qilinmagan. Bundan avval AQSh va Eron o'rtasidagi mojaroni tartibga solish bo'yicha muzokaralar aprel oyida boshlangani ma'lum qilingan edi. Biroq hozircha Washington va Tehron o'rtasidagi tinchlik kelishuvi imzolanmagan. AQSh va Eron o'rtasidagi yangi kelishuv loyihasi e'lon qilindi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Eron va Qo'shma Shtatlar o'rtasidagi yangi kelishuv loyihasi barcha jabhalarda harbiy operatsiyalarni to'xtatishni talab qiladi va 10 banddan iborat. Hujjat matni Al-Arabiya tomonidan e'lon qilindi. Quruqlik, dengiz va havo kabi barcha jabhalarda zudlik bilan keng qamrovli va shartsiz sulh tuzish, harbiy, fuqarolik yoki iqtisodiy infratuzilmani nishonga olmaslik bo'yicha o'zaro majburiyat, suverenitet, hududiy yaxlitlikni hurmat qilish va har bir mamlakatning ichki ishlariga aralashmaslik, Fors ko'rfazi, Hormuz bo'g'ozi va Ummon ko'rfazidagi kemalar erkin harakatlanishi va boshqalar. Eron AQShdan yangi tinchlik shartnomasi loyihasini oldi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Eron AQShdan yangi tinchlik shartnomasi loyihasini oldi. Tramp Tehrondan kerakli javoblar kutayotganini, aks holda urushni qayta boshlashga tayyorligini ma'lum qildi. Bu haqda Tehronning Tasnim axborot agentligi o'z manbalariga tayanib xabar bermoqda. Agentlikning yozishicha, AQSh tomonidan hujjatni Pokiston orqali yetkazgan.
Tehron hozirda matnni o'rganmoqda va hali javob bergani yo'q. Donald Tramp agar Eron tinchlik shartnomasiga rozi bo'lmasa, AQSh Tehronga zarbalar berishni davom ettirishga tayyorligini aytdi. Shu bilan birga u Vashington to'g'ri javoblarni olish uchun bir necha kun kutib turishi mumkinligini istisno qilmadi. Ishoning, agar biz to'g'ri javoblarni ola olmasak, hamma narsa juda tez sodir bo'ladi, dedi Donald Tramp. Jurnalistlarning shartnoma loyihasiga javobni u qancha kutishga tayyorligi haqida savolga Tramp bu bir necha kun bo'lishi mumkin yoki juda tez sodir bo'ladi, deb javob berdi. Axios agentligining ma'lumotlariga ko'ra, Tramp Eron bilan kelishuvga erishish bo'yicha ushbu yangi urinishni Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan telefon orqali muhokama qilgan. Manbalarning bildirishicha, Tramp vositachilar Vashington va Tehron o'rtasida urushni rasman yakunlash va 30 kunlik muzokaralar davrini boshlash uchun imzolanishi kerak bo'lgan niyatlar maktubi ustida ishlayotganini aytgan, deyiladi xabarda.